Agar har kuni tongda tizzangizdagi og'riq bilan uyg'onsangiz, qo'llaringizdagi g'isirlashni eshitsangiz, oyog'ingizni oxirigacha tekislay olmayotgan bo'lsangiz yoki piyoda yurganda son chanoq bo'g'imida og'riq sezsangiz, oyog'ingizni yonga yoki yuqoriga bemalol ko'tara olmayotgan bo'lsangiz, sizga hindistonlik professor doktor Pradip Singh maslahati zarur. Doktor professor Pradip Singh 18 yildan ortiq tajribaga ega jarroh, ortoped, travmatolog va revmatologdir. U tizza va son chanoq bo'g'imlarini almashtirish bo'yicha ham klassik, ham eng zamonaviy robotlashtirilgan operatsiyalarni amalga oshiradi. Shuningdek, xastalikning ilk bosqichlarida bo'g'imlaringizni saqlab qolishga yordam beradigan maxsus kompleks davolash muolajalarini ham tayinlaydi. Savollaringiz bo'lsa yoki konsultatsiyaga yozilishni istasangiz, ko'rsatilgan raqam orqali biz bilan bog'laning. Agar yaqinlaringiz orasida shunday bezovtalikdan aziyat chekayotganlar bo'lsa, ushbu videoni ularga ham ulashing.